Va ma Muhammad illa rasul qad xolat min qablihi rusul dedi. Muhammad kim? Bir payg'ambar xolos. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan dedi. Mana shu paytda bayroqni ushlab turar ekan, mushriklardan biri kelib, qo'liga urdi, qilich bilan qo'lini uzib tashladi. Boyagi so'zini takrorladi. Muhammad bir payg'ambar xolos. Undan avval ham payg'ambarlar o'tgan. Ikkinchi qo'liga oldi, ikkinchi qo'liga zarba berildi, ikkinchi qo'lni ham uzib tashladi. Ana shu qo'lidan chopilgan qo'lidan qolgan narsa bilan bayroqni quchoqladi, uchinchi zarba u kishini shahid qildi, yerga yiqildi. Mus'abul Xoyr shahid bo'ldi. Mus'abul Xoyr Rasulullohning elchisi shahid bo'ldi, yerga yiqildi. Va ma Muhammadun illa rasul qad xolat min qablihi rusul. Mus'ab ibn Umayrni mana shu jangni asnosida aytgan shu so'zi keyinchalik Qur'on oyati bo'lib nozil bo'ldi. Qaytarib aytamiz. Mus'ab ibn Umayrni mana shu aytgan so'zini Alloh taolo eshitdi. Qur'onda oyat qilib nozil qildi. Qiyomatgacha tilovat qilinar ekan.